Tadbirkorlarga ko'mak ko'rsatish, ularni rivojlanishi uchun to'siq bo'layotgan omillarni bartaraf etish orqali qo'shimcha ish o'rinlari vujudga keladi. Bu borada tadbirkorlar bilan yuzma-yuz ko'rishib, muammolarni tinglash eng samarali yo'l sanaladi. Toshkent shahar soliq boshqarmasi poytaxtimiz tumanlarida bo'lib, tekshiruvdan servisga tamoyil asosida rejali ishlarni davom ettirmoqda. Soliq tizimida bugungi kunda mutlaqo yangicha yondashuv joriy qilinib, bu orqali biznes egalarini har jihatdan qo'llab-quvvatlash orqali mavjud muammolar o'rganilib, huquqiy maslahatlar berilyapti. O'rganish tadbirlarining navbatdagi tadbir bunday xizmat ko'rsatish shoxobchalari, umumiy ovqatlanish joylari va shu bilan birga biznes egalari bilan sayyor qabullar tashkil etildi. Profilaktik suhbatlar orqali yuzaga kelishi mumkin bo'lgan xatoliklar oldi olinib, har bir murojaatga tezkor yechim berilmoqda. Soliq xodimlariga murojaat qildik, ular kelishdi, bizga tushuntirishdi, qonuniy choralarni ko'rdik, ular bizga yordam berishyapti. Ijara shartnomalar qilib, o'sha bizga muammo bo'layotgan taraflarni bartaraf etib, joyiga bizga bog'lab berishyapti. Hozirgi paytda endi bemalol ko'chalarimiz kengaygan holatda mehmonlarni qabul qilyapmiz. Bizda muammoimiz tutash hududlar bilan birga bo'layotdi. Joylar soni bizda yetishmovchilik bo'layotdi. Ko'chada salqin paytlarda, hozirgi ob-havoda xotirjam o'tirish uchun, mijozlarning oqimini ko'paytirish uchun, tadbirkorligimizni rivojlantirish uchun ko'chada qo'shimcha joylar bizga kerak bo'ldi. Shu taraflarga yordam berishdi. Bizning yonimizda bo'sh joylarimiz bor edi. Ularni qonuniylashtirishda muammo bo'layotdi bizda. Soliq xodimlari bizga yordam berishdi. Parkovkalarimiz, yana mehmonlar uchun qo'shimcha joylar yaratildi. Ishchi kuchi yana bunda ko'paydi. Tadbirkorligimiz rivojlandi. Joriy yilning o'tgan oyida Yashnobod tumani soliq inspeksiyasi tomonidan kamchiliklari mavjud bo'lgan 173 ta tadbirkorlik subyektlari soliqchi ko'makchi tamoyili asosida o'rganilib, tushuntirishlar berildi. 522 million so'mlik aylanmadan olinadigan soliqdan qo'shimcha soliq hisoblandi. 571 ta korxonada 1176 ta xodim soni legallashtirildi. Natijada har oyda 479 million so'm soliq hisoblanishga erishildi. O'rganish tadbirlaridan so'ng 512 ta obyekt ishga tushirildi. Natijada 518 ta yangi ish o'rni yaratishga erishildi. 258 ta xatlov natijasida esa yangidan tadbirkorlik subyektlari ro'yxatdan o'tkazilib, shundan 209 million so'm soliq hisoblangan. O'rganish tadbirlari poytaxtimiz tumanlarida davom etmoqda.